2024-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobili dekabr oyida chiqqan ekan. Pashti 2025 holatda, zo'r kraskalari top-toza, idealniy holatda mashina. Hamnaqa faralarigacha hamma yog'i zo'r holatda turibdi. Laboylargacha but-butun tayyor tomlar, yangi masli balonlar. Xo'p, metan gaz bo'lib, bunaqa paroklargacha qo'yib qo'yishgan ekan. Hozirgi paytda chiqmayapti, bilasizlar, bular ham pul turadi. Salon holatlari shunaqangi did bilan chiroyli qilib qo'yilgan. Hamnaqa gazlarga ustunlik qilib qo'yishgan, registrator, pultlargacha 906 pultlargacha qo'yib qo'yishgan ekan. Barlar chexollar hamcha ani HB yaxshi chexollardan qilib qo'yishgan ekan. Unaqa antikda chexollar emas, yaxshi holatda turgan. Ana zo'r holatda turgan, приятный mashinalar bo'ladi. Shunaqa holatda turibdi. Ana qaranglar, ochganda, ko'rganda, ana yoqadigan mashina, jiz etadigan mashina ekan haqiqatan. Tinib o'tdilar, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q o'tdilar. 19000 kilometr yurdim o'tdilar. Pashti 2025 holatda zo'r mashinani olib haydashga tayyor. Hech qanaqa ortiqcha rasxoti yo'q, tayyor holatda. Balon hamma narsasigacha olib maza qilib haydashingiz uchun 6200 bosib